Bak qizim qara mana bu ruchkalarni senga ham olaylik. Bufetdan ham olaman. Menga kosmetika olib berayundan ko'ra. Qaragin bularni chiroyliligini. Bufetda bunaqa ruchkalar yo'q. Of, mam. Menga qiziqmas unaqa narsalar. Detskiy mama, sizga meni uyaltiryapsiz. Hey uyquchi, yana kechasi bilan forma tikdingmi? Men senga o'zim olib beraman degandim-ku. Yur senga o'zim yangi forma olib beraman. Bugun oyligimni ham olganman. Opa, ota-onam bilan bozorlik qilishimiz zo'r edi. Ayniqsa dadam zo'r formalar olib berardilar. Ke bugun ota-onamiz tirik deb tasavvur qilamiz. Ikkalamiz birga bozorga boramiz. Ke mana shu pulni dadamiz berdilar deb tasavvur qilamiz. Senga bozordan xohlagan narsani olamiz. Ketdik, yur. Qarang, opa, dadam qanaqa qimmat forma olib berdilar. Hech kimda yo'q maktabda, bitta o'zimda bo'ladi. Amanga bo'lsa dadam pul berdilar. Sening bilan qalam ruchkalar olgin deb. Ketdik, bozorga tushamizmi? Rahmat dadajon, pulingiz ko'p bo'lsin. Hey, qo'lingni yuv, ovqat sizyapman. Opa, keling, shuni onam tiriklar deb tasavvur qilaylik. Onam sizdilar ovqatni. Onam ovqatga chaqiryapti. Kelmasang hozir dabdalini chiqaradilar. Mamichka, menga shu sumkani olib bering, birinchicha umuman sumka demayman. Voy qizim, sumka sandan aylansin. Flomaster ham olamizmi? Kitob ham olamiz. Yur ketdik.